Assalomu alaykum bizning ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boradigan qadrdon insonlar. Bugun chiroyli bir kunning guvohimiz. Sababi Alloh taolo bergan kunning yomoni bo'lmaydi. Hamma kuni chiroyli, hamma kuni xushro'y bo'ladi. Lekin bugun xushro'y kunga yana bir xushro'y kun bag'ishlangan inson. Mana o'zimni xonadon xo'slarim doğru biyim. Lekin o'zimni doğru biyim bo'lib kelgan, lekin afkam o'zimni qadrdonim bizani Grilliv korporatsiyamizda eng qilichu liderim o'zimni. Bir qadam bilan Antaliya sayohatlarini bir qadamda o'tib olgan va keyingi sayohatlarni o'zi g'olibasi bo'lib turgan inson Ixloson Narmetovaning bugun o'zini shaxsiy bayrami 365 kunda o'zini odamzodda birgina bayram bo'ladi ekanda. U ham o'zini shaxsiy bayram bo'ladi ekan. Shu shaxsiy bayramida hech kim u inson xafa qilishga hech kimning haqqi yo'q bo'ladi ekan hayotda. Shuning uchun bugungi quvonib turgan inson bejonim tabriklayman. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Yana bugun hechdan ko'ra kech yaxshi deganlar dongni yaqalab kelgan ekanlar. Sarvar dekorni ishonch omad tilab qolamiz. Go'zal dekorni ishonch omad tilab qolamiz. Har bir kuningiz bayram bo'lsin, har bir kuningiz to'y bo'lsin. Shu qo'ng'izlar gul agar gulni og'zida dili bo'lganda gul sayrashdan qolib quruq aytgan bo'larasiz sizlar. Omad tilab qolamiz. Shukroningiz muborak bo'lsin, tabrikimiz muborak bo'lsin. Esa omad tilab qolamiz. Sizlar bilan loyihalarda diydor ko'rishaveramiz. Meni ko'rib turgan insonlar iloji bo'lsa g'iybatdan to'xtamanglar, g'iybatdan yozinglar, kommentariyaga maqtovni yozaveringlar. Sababi men g'iybat etgan sayin faxrlanib boraveraman. Menga bir do'stim aytadi-dan, ortingdagi g'iybatdan hech qachon ko'ngling cho'kmasin deb. Sababi ortingda yurgan dushmanlar senga dosh otsa, otgan doshingdan o'zingga qasr yasa, shu qasringga to'y berdi ekanlar. Shuning uchun omad tilab qolamiz. Tabriklayman bejonim. Sog'lig'ingiz xudo. Og'am bilan yashab qarag'asiz, farzandlarning baxtini kamolini ko'rib o'tirish nasib etsin. Like Hammaga yana bugun biz halam tabriklamaga keldik. 100 yoshlarga girsin. Shuning hamma shunda deb o'ynab kelib yursin, tabriklash nasib etsin. Yana haj umra safarlarini ketishni yuvarisham nasib etsin. Shunga fadatga oldik. Apam o'rnida men uchun eng qadrli inson. Nima desam, cheksiz mehrimiz, muhabbatimiz hamma yonimizda bo'lib, shunda o'ynab kelib yurishni tilayman. Gaplayman. Anajonim tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizlarni baxtimizga hamisha sog' salomat bo'ling. Akamni, og'amni nomidan ham tabriklayman. Tabriklayman apa. Sizni yaxshi ko'raman. 100 yoshlarga kirib, shuning bayram ko'pini ko'rish nasib etsin. Onajon tabriklaymiz yana bir marta. Umringiz uzoq bo'lsin. Qisqa so'zlaringiz kameraga qarab aytib bersangiz. Shunda hurmat etgan ekansizlar, avvalambor hammaga rahmat. Ishlaringiz omad tilayman. Manzura qizim, katta rahmat. Sen ham ishlaringga omadlarni tilayman. Hamma shu nishating degan kunni ko'rmagaysa, ikki dunyo saodatini tilayman. Shu maydonda yurgan bolalarima ikkasam hamma sog' salomat yursin. Hammalaringiz ishingizda rivoj tilayman. Sen ham shu o'zingning baxtingni top, baxtli bo'lib ketgaysan, Xudoyim.